Ko'p ota-onalar hozir menga shunaqa savol berishadi-da, qanaqa qilib bolamni travmasiz katta qilay? Nima qilsam bolam psixologik sog'lom bo'ladi deb. Bolani travmasiz katta qilish g'oyasidan voz keching. Ishoning, siz qanchalik bolamni travmasiz katta qilaman desangiz, shunchalik uni hayotga zaif qilib qo'ygan bo'lasiz. Travmalar har doim yomon narsa emas. Hammamizda bolalikda olgan travmamizni tangan ikki tarafi bo'lganda, bitta plyusi, bitta minus tarafi bo'ladi. Agarda uni og'riqsiz bo'lsa, insonni kuchli tomonlari, uni kuchli qilgan shaxs qilib shakllantiradigan narsalar bo'lmay qoladi. Travmalarda disiplina ham bo'ladi. Ya'ni biz disiplina qilgan joyimizda bolaga travma beramiz, chegaralarni ko'rsatganda travma qilamiz. Oilaviy iyerarxiya ketma-ketliklarni joylashtirganda ham xohlaymizmi yo'qmi, bolamizga psixologik travmalarni yetkazamiz. Men shu yerda bitta ahamiyatli narsani aytaman, bolangizga travma qilmaslik uchun bittagina uni kaltaklamang. Chunki jismoniy zo'ravonlik, jismoniy urish bolaga og'riqli bo'ladi. Hozirgi ota-onalar nima qiladi? Bolam travmasiz o'ssin deb uni juda ham zaif, katta hayotga tayyor bo'lmagan qilib qo'yishadi. Siz uyda unga qanaqadir zo'r muhit yaratib berasiz, uni hamma qo'llab-quvvatlaydi. Nima desa muhayyo, nima desa xo'p, hamma narsa mumkin. Uxlagisi kelsa uxlamaydi, ovqat yegisi kelsa yemaydi. Nima xohlasa xullas yo'q degan so'zni eshitmaydi. Faqatki unga xo'p deysiz va bolani manipulyatsiya paytida ularni shunaqa bor, rivojlanish davrida 3 yoshda, 5 yoshda, 7 yoshda bola manipulyatsiyani o'rgangan paytida siz uni travmasiz katta qilaman deb zo'r manipulyatorga aylantirib qo'yasiz. Bu bir. Keyin u katta hayotda kuchi bilan, o'zini qanaqadir harakati bilan emas, manipulyatsiya orqali maqsadiga erishishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Ikkinchisi, u zaif inson bo'ladi. Chunki maktabga chiqqanidan keyin sizni oilaviy muhitingizdan tashqari bitta muhit bor. U yerda bolalar bir-birini urishadi, so'kadi, xafa qiladi, kim zo'r, kim zaif, kim a'lochi, kim ikkichi, kim haq, kim nohaq degan ijtimoiy hayot boshlanadi. Siz oilada uni zaif qilib o'stirib qo'yib, oq paxtadek qilib qo'yasiz, lekin hayotga chiqqanda real hayot butunlay boshqacha. Hayotda o'zini so'zini o'tkazadigan, o'zini xohishlarini eta oladigan, ba'zi joyda xo'p deyishga, ba'zi joyda yo'q deyishga o'rganishimiz kerak. Har doim xo'p deydigan bola bu ezilgan bola, har doim hammaga yo'q deydigan bola bu xudbin bola bo'ladi. Balans kerak. Hayotda o'zi muammolarimizni kelib chiqishini ikkita sababi bo'ladi. Birinchisi sistemada buzilish bo'lsa, ikkinchisi balansda buzilish bo'lsa. Ya'ni sistema deganda bu qadriyatlar sistemasi, hamma narsa tizimli oilada. Oilada emas, bu hayotda hamma narsa tizimli, absolyutni hamma narsa va hamma narsa balansda bo'lishni yaxshi ko'radi. Ahamiyat bering, даже qon analiz tahlillari topshirganingizda, sizni qoningizni tahlillashganida qanaqadir balans muvozanat bo'ladi. Ya'ni mana shu 0.5 dan 0.10 gacha bo'lsa, agarda nimadir, lekotsit deylik, miqdori, demak siz sog'lomsiz, 6 dan 7 dan ko'p bo'lib ketsa, misol uchun siz shamollagansiz degan. Ya'ni balans bo'lishi kerak. Ana shu balans farzand tarbiyasida ham juda ham muhim. Uni juda ham odobli, juda ham yaxshi, juda ham muloyim bola qilib katta qilaman desangiz, siz ayniqsa o'g'il bola bo'lsa, katta hayotga chiqqandan keyin uni shunaqa turtkalashadi, shunaqa qattiq zarbalar yeydiki, unda immunitet bo'lmaydi bu narsaga. Men bitta vaziyat esimda, o'zimni ustozim deb biladigan bitta shaxs, professor, olim inson, olimlar jamoasida doim o'tiradigan, olimlarga dars beradigan inson shunaqa vaziyat aytganlarki, kichkina o'g'illarini 3 yoshli paytida Chorsidagi bozorga olib borib, odamlarni so'kishi, urishini ham ko'rsatganman deydi. Chunki hayotda bu tarafi ham bor. U erkak kishi ertaga o'zini oilasini himoya qilishi, u ilmda ham zo'r bo'lgan. Hozir men u bolani taniyman, 30 ga yaqinlashgan juda ham ilmli, katta lavozimda ishlaydigan shaxs, lekin qarangda, otalarini o'sha paytdagi harakati menimcha hozir yaxshi ta'sir ko'rsatgan deyman, chunki u bola hozir viloyatlarda o'zi yurib ishlarini bitiradi, shunaqa katta korxona. Agarda u doim oq paxtada, paxmoqda o'sgan bo'lganida, boshqa erkaklar bilan boshqa vaziyatda, masalan, tashqariga chiqqanda ko'chada har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kimdir bilan urushib qolishi, kimdir turtishgani, kimdir yo'l bermasligi va boshqa holatlarga zaif bo'lib, doim zarba yeb yuradigan, shikoyat
hikoyatchi bo'ladigan bir insonga aylangan bo'lardi. Men o'shanda ustozimdan shu narsani o'rganganman. Demak, hayotda o'ziga turib berish, ya'ni og'riqli taraflari yoki bo'lmasa boshqacha qilib aytsak, uyimizni orqa ko'chasi borligini ham bilishimiz kerak. Har doim faqat fasad bilan oldi taraf yaxshi, bog' taraf emas, orqadagi hayot, boshqacha hayot borligini ham bilganimiz ma'qul. Bolamizga hayotda boshqa narsalar, boshqa darajalar, boshqa vaziyatlar borligini ham bildirishimiz shart. Bu narsa hammamiz uchun kerak. Bitta vaziyatda guvohi bo'lganman. Bir oila magazinga kirishyapti. Adasi, onasi va 3 ta farzandi bilan. Shunda kichkina bolacha birinchi bo'lib do'konga men kirmoqchi edim dedi. Ota-onasi undan oldin kirib ketib qoldi. Va shunda ota-ona menimcha bolasini travma qilmaslik uchun birgalikda magazindan qaytib chiqib, go'yoki boshqatdan kirgandek o'g'lini birinchi kirgizib olishdi. Mana shu yerda ota-onani katta xatosini ko'rdim. Chunki ular hozir manipulyatsiyaga, bolani travma qilmaslik uchun doim unga xo'p deyish, uni ko'ngliga qarash, uni hozir biz aytdik-ku, e'tiborli bo'lgan, uni aytganini eshitgan, uni xohlagani bo'lishi kerak, o'zi xohlaganini olishi, o'rganishi kerak degan joyda katta xatoga yo'l qo'yishdiki, bu bola katta bo'lganida oilada sistema, hozir aytganimdek, ketma-ketlik borligini esdan chiqardi. Oilada ustun ota-onaligi, ular kattalarni hurmat qilish kerakligi va kattalar nima desa o'sha narsa bo'lishini o'sha sistemada buzildi. Bu bola qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Katta hayotga kirganidan keyin rahbarini gapini ko'tara olmaydigan, meni bekorga urishdi, meni jazoladi va men shunaqa vaziyatni bilganman. Bir korxonaga meni psixolog sifatida taklif qilishdi va xodimlar bilan ishlash jarayonida aynan shunaqa xodimlar bor ekanki, rahbarini xuddi erka onasidek qarashadi. Qarangda, u xodim, uni vazifasi bor. Bu rahbar unga qanaqadir vazifalar buyuradi, ulardan talab qiladi, natija kutadi, lekin xodim rahbarini xuddi onadek, nimaga meni tushunmaydilar, uxlagim keldi, nimaga men kech qolganimda menga qanaqadir chegara qo'yishadi, nimaga men buni ketishim kerak bo'lgan paytda ruxsat berishmaydi. Xuddi bolacha. Ular bola pozitsiyasidan katta bo'lib o'smagan insonga aylanib qoladi. Shuning uchun bolaga vaqtida chegaralarni ko'rsatish, vaqtida yo'q deyish o'rganishimiz kerak. Qarang, bolaga yo'q deyish joyi chegaralarni buzish. Har bitta oilani o'zini qadriyatlar ustuni bor. Masalan, ovqatni katta odam boshlaydi. Uyga 7 dan keyin kech kelmaslik. Har kimdadir bu 10 bo'lishi mumkin, kimdadir bu 9, kimdadir bu 7. Har bitta oila individual. Men buni bu yaxshi, bu yomon demoqchi emasman. Yana yashash sharoitingiz, turmush tarzi, oilaviy qadriyatlarga asoslangan holatda belgilanadi bu vaqtlar. Lekin mana shu oilani qadriyatidan chiqishi boshlaganda bolaga yo'q deyish kerak. Chegara qo'yilishi kerak bo'ladi. Lekin bolani xohishlari, ya'ni uni o'z hayoti davomida nimadirga ega bo'lishga bo'lgan xohishlarida yo'q deyish kerak emas. Men o'zim ona sifatida buni o'z farzandlarimda tajriba qilganman. Shunaqa vaziyat bo'lgan, katta farzandimni katta qilgan paytimizda oilaviy sharoitda moddiy tarafdan qiyinchilikli bo'lgani uchun biror narsani xarid qilib berishni, magazindan olib berishni so'raganida yo'q, olib bera olmayman degan javobni berardim. Mana shu meni haqiqatdan travma qilganimning sababi bo'lgan, chunki bolaga xohlash mumkin emas degan tushunchani berganman. Lekin 3-farzandimda buni to'g'irlaganman. Bilasizmi qanaqa qilganman? Har bitta aytganini magazinda olib bermaganman, lekin yo'q so'zini o'rniga keyingi safar, bugun emas, bu senga hozir mumkin emas so'zini ishlatganman. Mana shunda bildimki, katta bolamda haqiqatdan men travma qilganman. Hozir o'zimga aytganimdek chegara qo'yilgan, ya'ni uni ongida xohlash mumkin emas, menga yaxshisiga loyiq emasman, so'rash mumkin emas degan tushuncha paydo bo'lib qolgan. Kichkina farzandimda esa, demak, sabr qilsam erishaman, bugun bo'lmasa albatta ertaga keladi degan umid paydo qilganman. Va yo'q degan so'zlarni odatda ota-ona yo'q deyishgan sharoitlarimiz bor. Masalan, kechqurun qatgadir 9 dan keyin borish. Masalan, bizning oilada bu narsa qadriyatga to'g'ri kelmaydi. Soat 8 da uyda bo'lish kerak. Kinoga boradimi, teatrgami, ish yuzasidanmi, boshqa bo'lsa ham, ana shunda yo'q nimaga ekanligini tushuntirib etsangiz, bolada siz o'ylagandagi travma bo'lmaydi. Chunki siz shunchaki yo'q deganingizda, bolaga nima sababdan, nima maqsadida yo'q deganingiz aytmaganingizda, bola meni tushunmayapti, meni eshitmaydi, meni ehtiyojimni bu uyda hech kim tan olmaydi degan tushuncha bo'ladi. Lekin siz unga sababini tushuntirganingizdan keyin bolada, ha,
demak bunda chegara bor ekan, demak bizani oilada shunaqa ekan degan tushunish hissi paydo bo'ladi. Endi yana bitta ahamiyatlisi, ongli ota ona bo'laman deb yana bitta narsa, ota ona farzandi oldida urushishdan qo'rqishadi. Bu balki to'g'ri noto'g'ri, lekin men buni shunaqa deb tushuntiramanki, bola uyda ota onasini urushganini va undan keyin yarashganini ko'rsa sog'lomroq bo'ladi, umuman urushmaganini ko'rmagan yoki doim janjalini ko'rgandan ko'ra. Yana haligi endi ikkinchi qismga keldik, balans haqida. Ko'rdingizmi, bu yerda balans bo'lishi kerak. Men ota ona doim bolani oldida urush haqida tatbiq qilmoqchi emasman. Buni hech kimga talqin qilmoqchi emasman. Chunki bolani oldida onani bir-birini kaltaklashi, bir-birini er-xotin haqoratlashi, kamsitilishi, onani yig'lashlarini ko'rishi bu zo'r demoqchi emasman. Lekin bu turmush. Biz katta hayotda yashaymiz. Xohlaymizmi yo'qmi? Ikkita inson bir oilada bitta maqsadda yashagandan keyin ziddiyatli bo'lishi tabiiy holat. Ular bir-biri bilan urushadi, ular bir-biri bilan chiqisha olmaydi. Balki xafa bo'lar, balki yig'lar. Lekin eng muhimi mana shu yerda ota-onani yarashganini, bir-biriga muhabbatini, bir-birini tushunganini ko'rib olsa, bolada biz o'ylagandek travma bo'lmaydi. Qaytanga ularda shunaqa narsa shakllanadi miyada. Ha, demak ziddiyatdan keyin yechim bor ekan. Demak urushib qolgandan keyin yarashsa bo'lar ekan. Demak urushganda qo'rqib ajrashib qochib ketish kerak emas. Bu narsani hal qilib bo'lar ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Yomoni nimaga jim o'tirgani dedim. Ota-onalar o'ylaydiki, men bolalarimga yig'laganimni ko'rsatmaganman, erim bilan urushganimni ko'rsatmaganman. Hech qachon bolalarimizni oldida yoki umuman hayotda baqirib bir-birimizga ovoz ko'tarmaganmiz deysiz u, lekin bola onani hissiyotlarida katta bo'ladi. Ana o'sha ezilgan, siqilgan, kamsitilgan ona yuzida ko'rsatmasa ham holati bilan bolaga o'shani ta'sirini qiladi va hayotda o'sha bola onani holatini o'zini real hayotida yashab beradi. Faqat bu endi ikkiga ko'paytirilgan shaklda chiqadi. Masalan, agar ona o'zini kamsitilgan his qilishini, erini tashlab ketganini yoki rad etganini ko'rsatmagan bo'lsa ham, bola bu narsani his qiladi va o'zini hayotida turmush o'rtog'i bilan, jufti bilan ayni mana shu og'riqni, tashlab ketilishni, kamsitilishni yashab o'tib beradi. Faqat endi uni bekitmagan, oshkora shaklda bo'ladi xolos. Masalan, shunaqa bitta vaziyat bo'ldi. Bitta mijozim aytdilar, onalari qiz farzandlarini konsultatsiyaga olib kelgan edilar. Qizlari turmushga chiqqan, oilali, farzandli va qaynonasi bilan kelisha olmaydigan muammo bor. Ana o'shanda buni qayerdan kelib chiqqanini o'rganganimizda qizlar aytadiki, oyijonimlar hech qachon buvim bilan urushmaganlar, ular doim kelishib yaxshi yashashgan desalar, onalari aytdiki, qizim, bizada ham oying buving bilan ziddiyatlar juda ham ko'p bo'lgan hayotda. Shunchaki buni senga ko'rsatmaganman. Ya'ni qiz farzand qaynona bilan kelishish qanaqaligi, ziddiyatlar bo'lganda qanaqa chiqib ketishi o'rganmagan. Ba'zi vaziyatlarda esa qaytanga agarda qiz farzand onasini doim qaynona bilan urushib kelganini, unga yechim topolmaganini ko'rsa ham hayotida takrorlanadi. Yana aytaman, ziddiyatli hayotda bo'lish kerak, lekin biz uni yetuklik darajasida, ya'ni katta inson sifatida buni hal qilganimizni ham ko'rsatishimiz kerak. Faqat janjal yoki faqat bostirilgan holatlar hech qachon yechim bermaydi. Bolani shunaqa yaxshi muhitda katta qilaman, uni travmasiz katta qilaman deb vakuumda katta qilib qo'yamiz. Xuddiki steril dunyoda katta bo'ladi, lekin biz bilamiz, katta hayotimizda bakteriyalar, mikroblar bo'lganda, real hayotda ziddiyatli, konfliktli, janjalli, kamsitilish, haqorat qilishli bor narsa, ana o'shanga qarshi turib beradigan immunitetni bolaga biz uyda berishimiz kerak. O'zi ota-ona farzandini xuddi biologik inson mavjudotni katta qilgandek katta qiladi va shunda unga vitaminlar orqali immunitet hosil qildiradi. Vitaminlarni berishni unutmasligimiz kerak. Farzandlarimizga hozir sizlar o'ylagandek vitamin bu qutichalardagi aptekadan olinadigan emas. Qalbimizdan chiqadigan, farzandlarimizga tilimiz bilan beradigan, ularga ishonch haqidagi vitaminni aytaman. Masalan, farzandingizni men seni tushunaman, sen uddaliysan, mayli xato qilding, haqqing bor degan tushunchalar unga zo'r turtki bo'ladi. Men o'zim bir narsani guvohi bo'ldim. Yaqinda o'ylab qarasam, mani otam doim xato qilganimda
biror narsani sindirganimda, xato deganda shunaqa xatoni aytmoqchiman. Uyda biror narsani sindirganimda, buzib qo'yganimda hech qachon urushmasdan mayli, hal qilamiz, uddalaymiz, yechimi bor, tuzatamiz derdilar. U paytda sovet payti bilasizlar, hamma narsani ehtiyotlab, avaylab, tuzatib ishlatardik. Yana ham biron bir jihoz bittagina ekzemplyarda bo'lardi. Ana o'sha paytda buni tuzatamiz, tuzatib beraman degan tushunchalari mani miyamda xatoni to'g'irlash mumkin degan bitta funksiyani yaratgan ekan. Va keyinchalik farzandlarim ham xato qilganida, masalan, nimanidir sindirib qo'yganida, qaysidir uydagi jihozni buzib qo'yganida jahl bilan baqirib urushib ketmasdan, mayli to'g'irlaymiz degan tushunchaga o'rgangan. Bu bola uchun aytganimdek vitamin hisoblanadi. U doim miyada yechim bor degan tushuncha bilan katta bo'ladi. Lekin uni agarda o'sha paytida san qo'ling siniq, san qo'ling tegan hamma narsa buziladi, san o'zi bitta ish eplolmaysan degan haqorat so'zlar bilan uni haligi aytgandek balki immunitet hosil qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda adashasiz. Chunki bola unda o'zini man hech narsani uddalolmayman degan tushunchada bo'ladi. Oramizda biror marta bo'lsa ham xato qilmagan, idish sindirmagan, biron buyumni sindirmagan inson menimcha yo'q. Albatta hammamiz xato qilamiz. Eng muhimi mana shu xatolarni to'g'irlashni bilishimiz kerak yoki bo'lmasa xatolarni xulosasini chiqarishimiz kerak. Bu maktabdagi xato bo'ladimi, uy ichidagi turmushdagi xato bo'ladimi yoki insonlar bilan munosabatdagi xato bo'ladimi? Albatta uni to'g'irlash yo'li bor va buni o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimizga vitaminlarni vaqtida bersak, unga bo'lgan ishonchimiz, unga bo'lgan hissiyotlarimizni, sevgimizni, muhabbatimizni izhor qilishimiz, uni kamchiligi, yutuqlarini aytish kerak. Bu har bitta bolani o'ziga yarasha yutug'i va o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Xuddi men bilan sizni kamchilik va yutuqlarimiz bo'lgan kabi. Ana shuni faqatgina kamchiliklarni ustida ishlash, yutuqlarini esa ko'paytirishga fokus qaratsak, bola tarbiyasida ana o'sha haqiqiy yaxshi tarbiya bo'ladi. Bitta yana ahamiyatli narsani esladim hozir. Bir odobnoma kitobida shunaqa narsani o'qiganmanki, farzandingiz uyda xato qilganida uni birinchi marotaba ko'rmaganlikka oling. Qarangda qanaqa chiroyli tahlil ekan. Agarda birinchi marta xato qilganda ko'rmasak, bolaga uni to'g'irlash imkonini o'ziga beramiz. Chunki tabiatan hammamizda vijdon degan, mayli kimdadir 5%, kimdadir 50% bo'lsa ham bor, u baribir ishlaydi. Vijdonan qiynalib, o'sha narsani to'g'irlashga harakat qiladi. Ikkinchi marotaba agar xuddi shu xatoni yana takrorlasa, uni hech kim yo'q joyda to'g'irlab ayting. Mana shu ishni noto'g'ri qilding, shuni bekorga qilding deb ayting. Ana endi 3-marotaba ham takrorlasa, ana endi jazoga ruxsat bor deyilgan. Menimcha bu juda ham chiroyli, o'rnakli hikmat edi. Chunki bizda agar bola xato qilsa, odatda hammani oldida birinchi zahoti yo iloji bo'lsa kechki ovqatni oldida ko'pirtirib, hammadan jazo so'rab, bolani ovqatidan ovqat o'tkazmaydigan darajada xafa qilib, tahlil qilishni boshlaydi. Bu narsaga tavsiya yo'q. Bola xato qiladi, uni o'ziga uni to'g'irlashi imkonini qilish kerak. Bu unda mas'uliyatni ham o'rgatadi. Chunki u katta bo'lganidan keyin men o'zim xato qildimmi, ayb ishim bormi, demak uni to'g'irlayman degan mas'uliyatni ham o'rganib oladi. Demak, farzandlaringizni tarbiya qilayotganingizda butunlay jazolamasdan, faqatgina erkalab, hamma deganiga xo'p deb katta qilishni tavsiya qilmayman. Chunki bu qo'l kelmaydi. Jismoniy jazo emas, ma'naviy jazo. Balki jismoniy jazolanishida men pedagog psixolog sifatida, chunki bolalar bilan ishlagan tajribam juda ham ko'p yillar bo'lgan. Esingizda bo'lsa, o'zimizda juda ham taniqli bo'lgan burchakka turg'izish degan amaliyotni tavsiya qilaman. Nimaga deysizmi? Chunki bola burchakka turganda o'zi bilan o'zi yolg'iz qolib, ozgina xatolarini, atrofdagi vaziyatni va nimaga o'tda turganini tahlil qilishiga imkon bor va qanaqadir unga chegara ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni qilayotgan ishini takrorlamaslik kerakligi haqida, hozir u xohlagan ishini bajara olmayotganligi haqida chegara bor. Lekin bunaqa vaziyatlarni ham eshitganman. Bolani daraxtga boylab qo'yib jazolash, uni hamma butun oila a'zosi qayergadir ketish yoki hamma ovqatlanib o'tiradi, bola ovqatlanmaydi, daraxtga boylangan holda turishlariga juda ham qarshiman. Ya'ni bu haqiqatdan travma qiladigan holat. Bu bolani rostdan ham psixikasiga juda katta zarba beradi. Butun oila dasturxon atrofida ovqatlanadi-yu, bolani daraxtga boylab qo'yilgan holda uni jazolab, xato qilganini ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Lekin burchakka turg'izish menimcha juda ham zo'r tavsiya, haligacha yaxshi ishlaydi. Bolaga ham
tahlilga ham chegarani ko'rsatadi va jismoniy og'riq bo'lmaydi ortiqcha. Mana shunaqa jazolarni ishlatishingiz mumkin. Lekin buni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ko'proq tarbiya haqida kitoblarni o'qish va qayerda u balans, bolani judayam paxmoq qilib o'stirib qo'ymaslik, travmasiz katta qilaman deb uni real hayotga katta bo'lmagan, psixologiyada bu shunaqa so'z bilan aytiladi, infantil bola deydi. Ya'ni katta shaxs 30ga 40ga kirgan, lekin hali ham bola tushunchasida qolib ketgan, real hayotda o'zini himoya qilishni, o'zini talablarini qo'yishni bilmaydigan shaxs katta qilmasligimiz kerak. Buning uchun kitob o'qing, izlaning, shunga o'xshagan videolar ko'ring, ko'proq hayotiy vaziyatlarni isloh qiling. Shunchaki даже o'zingizni bolaligingiz bir tahlillab ko'ring, balki sizda kerakli jazolar bo'lgandir, balki keraksiz jazo bo'lgandir. Balki sizni bolaligingizda sog'lom tarbiya olgandirsiz, balki ongsizlik darajasida ota-ona sizni katta travmalar bilan qiynab qo'ygandir. Demak, inson tafakkur qilsa, o'qisa, o'ylasa, isloh qilsa, ko'proq yechimni topa oladi. Ya'ni nima menda to'g'ri bo'lgan, nima menga og'riq bergan, nima meni yaxshi qilib shakllantirgan. Chunki ba'zan jazolar, chegara qo'yishlar, taqiqlar bizani kuchli inson qilgan bo'ladi. Bu videodan maqsadimiz kimnidir yomonlab, ayb qidirish emas, o'zimizni isloh qilib, xatolarimizni topib, ular ustida ishlash va ularni to'g'rilashga harakat qilish edi. Videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, agarda keyingi videolarda yana travmalar haqida, munosabatlar, tarbiya haqida, hayot haqida tafakkurlaringizni kengaytirmoqchi, bilimingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling. Men bilimlarim bilan siz bilan bo'lishishda davom etaman.